Zavodskiy samasval bo'lsin, gazli bo'lsin, hujjatida ham urilgan bo'lsin, gazga ruxsatnomasi deb so'rayotgan turgan akalarimiz uchun realni ishlab turgan mana gaz uстановка qilingan. Xudo xolasa hech qanaqa xarajati yo'q texnika topib qo'ydim. Texnika qilsa bo'lsa videoni oxirigacha ko'rib bitta like bosib turinglar. Demak, aytib o'tganimizdek, realni ishlab turgan KAMAZimiz 55111 88-yilda ishlab chiqarilgan. Gazga ruxsatlari bor, hujjatlari o'zingizning nomingizda. Kabinalarni qancha bo'ldi remont qilganingizga? Yaqin muddatda qilingan-a? 1 yil bo'lib qoldi. 1 yil bo'lib qoldi. Fonni cho'tka qilib qilingan. Kaltegan joyi yo'q. Ko'ringlar, oldini bes kamera qilish mana turmush diskalar qo'yib qo'yishgan ekan, lekin oldi malonlari charchabdi, almashtirib olish kerak. Va 2 ga 6 dedingiz a? 2 ga 6 aka. Avtotransport yo'q, xudo xolasa. Endi bu dizelligini hisobiga baribir isparindan hisob bo'ladi. Bundoq ortiqcha bas. Demak, 6 ta 65 talik o'ng tomonga, 4 ta 80 talik chap tomonga, jami 10 tomon qo'yganmiz. Nari mashinalarda mana Ramaz uzunligini hisobiga kajro kesilmagan, lekin bunda kesilgan. Spanili kabina qo'yishgani hisobiga mana kajroda kaltalangan buni. KAMAZ haydaydigan akalarimiz ko'plari bilishadi. Endi bilmaganlar uchun aytib qo'yishim shart. Kuzublari yaxshi holatda ekan, bu uzun kuzub bo'lgan ekan, Rustamjon. Kesilgan ekan orqasi, to'rtburchak qilib, buni eshigini yonga ochilib, buni orqa darvozasini yonga ochiladigan qo'ysalar, endi silos toshigani, g'isht toshigani, sement, qopli sement tashigan juda udobli bo'lib qoladi. Bo'lsa bo'ladi. Balonlari 50-60% hammasi Xitoy balon, lekin ko'ringlar. Qadramlari yaxshi holatda turibdi. Oldida smarka bo'lgan ekan. Mana bu padushka qachon o'sib chiqadi? Padushkasi yo'q ekan. Shu bahorlarga o'sib qoladimi? Buni ham shu o'ng tomonda kakrash shu nari mashinalarga o'xshab, tayini o'ziga tushgani, krishina. Shunaqa aka tayida turibdi. Yoniga tushmagani? 3 sm 4 sm joyda bor xolos. Buni ming yuribsiz-ku. Krishinasi jilmayapti, umuman. Yo'q, yo'q. 3 sm yo 5 sm deyapsiz. 5 sm chiqmaydi. Ular risollari mana zavodga yig'ib qo'yilgan, ko'ringlar. Texnikani holati chiroyli turibdi, lekin telefonda qanaqa ko'rinyapti? Elektrlarni ishladi. 49 talik aka. 49 talik ovozi yo'q. Yo'q, ovozi. Xudo xolasa. Teleshkalari 10 tonnalik. Hadovoylari qachon qilingan? Hadovoylari kuzda qilingan aka. Kuzib parishlari yaxshi ekan. Lekin kuzubi tiniq kuzib qo'yilgan ekan-da bunga. Bu tigash bo'lgan deyapsiz yoshligida. Sinov bo'lgan aka tigash. Tigash bilan samasval Ramaz bir xil bo'ladi. Kesilmaydi ham, qo'shilmaydi ham. Buni o'zimiz ham ko'rganmiz. Chunki shuning ishonch bilan aytalaman. Mana padralning bu tomoni yaxshi ekan lekin. Ramaz bu tomoni toza. Toza aka. Ramaz bu tomonda yo'q ekan. Faqat shu o'ng tomonga ozgina krishina tushgani, u yoqqa qo'yishgani. Finali yo'q deb bo'lmaydi baribir. Kuzlar tay yaxshi ekan. Mana bu tomonda 4 ta 80 talik gaz balon qo'yilgan. Mana salonlarni chiqilingan. Poli qilingan, chiqol qilingan. Bu ham spaneli. Spaneli mягкий bo'ladi. Shuning spaneli qo'yib olaverasizlar. Eskidan spaneli haydagansizlar. Mana bularga ham ikkitadan ovaricha qo'yishib, bittasi Parijga, Parijga, bittasi Padionnikka qilingan. Holati yaxshi. Bemalol ko'chaga shunday haydab chiqib ketadigan darajada turibdi. Chunki ishlab turgan texnika bilan. Mana kabinaning oldida kaltagi yo'q ekan, butun ekan. Remontga kirishgan kabinani ham. Ko'ringlar. Radiatorlar yangi qo'yilgan. Bu antifriz bo'lgan dedingiz a? Antifriz tufga sudalib yoqib olinglar aka. Shashilib, lekin antifriz ko'k antifriz ekan. Hozir antifriz ko'taraveradi. Motor ham, radiator ham ko'taraveradi. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida pastkigalar nomerini qoldiramiz. Narxi 12 ming dollar so'rashyapti. O'tmaydigan joyingiz bor-a? Savdolashadigan joyi bor. Imkon servis kanaliga obuna bo'lib qo'ysanglar, barcha turdagi texnikalar haqida ma'lumot berib boryapmiz. Ishlaring oson bitadi.